Assalomu alaykum qizlar. Bugungi mavzumiz Iqro nomli sertifikatimizning birinchi sonining 33 dan to 40 gacha bo'lgan testlarni masalalarni tahlilini ko'rib chiqamiz. Ko'rayotgan bo'lsak, bu yerda 3 xil linkani bergan. Barchasida demak vodorod, ya'ni bu yerda o'zi ozroq vodorod bog'lari bo'lgan. Vodorod bog' soni bir xil. X dinka tarkibidagi guanin soni Z tarkibida, ya'ni Z dinka tarkibida sitozindan 3 barobar ko'p. Yoki Y dinka tarkibidagi adenin soni Z dinka tarkibidagi timindan 4 barobar kam. X dinka tarkibidagi timinlar soni Z dinka tarkibidagi adeninlar sonidan 2,5 marta kam bo'lsa, barcha purin soni 3150 dan tashkil etadi. Keling biz belgilab olamiz. 3 ta denk olsak X, Y, Z. Endi bergani bo'yicha boshlaymiz. Birinchi aytayaptiki, X dinka tarkibidagi guanin soni Z, ya'ni X tarkibida mana shu dinka tarkibidagi guanin soni, ya'ni bu Z dinka tarkibidagi timindan 4 barobar kam. Agar mana bunda biz adenin timinni deylik, bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz 4y belgilasak, demak bu ham o'z-o'zidan 4y bo'lishga majbur. Va endi aytayaptiki, bizga x dagi mana x dinka guanin soni z dinkadagidan 3 barobar ko'p deyapti. X dinka tarkibidagi guaninlar soni Z dinka sitoz, o'zir adashimiz biz bu yerda timin emas ekan. Demak biz ozgina adashdik. X dinka tarkibidagi guaninlar soni Z dinkadagi sitozinlardan ekan. Masalan, mana bu yerda sitozinda X deb belgilasak, bundagi albatta guanin X bo'ladi. Endi mana bunisidagi guaninlar esa 3x ga teng bo'ladi. O'shanda bundan ya'ni Z tagidan 3 barobar ko'p. O'z-o'zidan endi sitozin ham nima bo'ladi? 3x bo'lishga to'g'ri keladi. Endi keyingisini Y dinka tarkibidagi, ya'ni o'rtadagi dinka tarkibi adenin soni Z tarkibidagi timindan 4 barobar kam bo'lsa. Agar bundagi timinni 4y deb belgilaydigan bo'lsak, o'z-o'zidan Y dagi timinlar yoki adeninlar bitta Y ga nima bo'ladi? Teng bo'lib qoladi. Mana shu holga keladi. Yana X dinka tarkibida timin soni Z dinka tarkibidagi adenin sonidan 2,5 marta kam bo'ladigan bo'lsa, 4 2,5 ga bo'ladigan bo'lsak, mana 1,6 y bo'ladi. O'z-o'zidan xo'p, hamma narsani keltirib oldik, faqat hozir bizda bitta joydagi chiqmay turibdi. Ya'ni mana bu qism chiqqani yo'q. Shu qism hozircha chiqqani yo'q. Buni qanday topamiz? Endi bitta shart bor edi, hammasining vodorod bog'lari yig'indisi teng degan qoida bor edi. Agar misol uchun Z dagi vodorod bog'ni ko'radigan bo'lsak, 4 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsa 8y bo'ladi. X 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mana 8y 3y bu vodorod bog'. O'z-o'zidan shundagi vodorod bog' Y dagi vodorod bog'iga ham teng bo'lishi kerak. Agar endi Y dagi vodorod bog'ni topamiz, mana Y ni 2 ga ko'paytiradigan 2y bo'ladi. Agar bulardan endi 2 mana boyagi 8y plus x dan 2y ayirib to'laydigan bo'lsak, 6y plus x imiz bu guanin sitozin o'rtasidagi nima bo'ladi? Vodorod bog' bo'ladi. Agar endi bilasiz, vodorod bog' guanin sitozin guanin bilan sitozin o'rtasida 3 ta vodorod bog' bo'ladi. O'shaning uchun 6y 3 ga bo'lamiz, x ham 3 ga bo'lsak, mana quyidagicha yoziladi. Ya'ni 6y 3 ga bo'lsa 2y, bunimiz ham mana xuddi shunday holga keladi. Endi hamma joyini mana qo'yib oldik. Keyin umumiy nukleotlar topmoqchi bo'lsak, 6300 ta nukleot bo'ladi, chunki purin asosiga pirimid asosi teng bo'ladi. Mana X dagi bu vodorod bog'lar soni qanday qilib topilgan? 1,6 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsa 3,2y bo'ladi. 3x ni 3 ga ko'paytiradigan 9x bo'ladi. Bu vodorod bog'. Ya'ni bunda vodorod bog'. Bu tarafdagi vodorod bog'ni ham topib oladigan bo'lsak,
ya'ni zidagi vodorod bog'ida 8y ga 3x bo'ladi. Chunki 4y edi, 2 ga ko'paysa 8y bo'ladi, 4x bo'ladi. Yig'ib umumiylashtirib keladigan bo'lsa x plus 0,8y ga teng bo'ladi. Endi umumiy nukleotlar chiqarib oladigan bo'lsak, hammasi umumiy nukleotlar. Bundagi nukleotlarimiz adenin timin bo'lgani uchun 1.6 ga ko'paytiramiz. 3-2y. 3x bo'lsa 2 ta guanin sitozin bor, 6x. Bundagi 2y bo'ladi. 4y plus 2x bo'ladi. Nimaga 2x bo'ladi? Guanin sitozin 2 ta bo'lgani uchun. Biz bolalar vodorod bog'ini emas, nukleotlar topyapmiz. Demak, bundagi 8y bo'ladi, bu 2x bo'ladi. Jami 6300 bo'ladi. Shuni ixchamlaydigan bo'lsak, xullas oxir oqibat ya'ni 17.2y 10x 6300 bo'ladi. Endi x imiz 0.8 ga tengligini biladigan bo'lsak, 10x ni 0.8 ga ko'paytirganda 8y bo'ladi. Bu ikkalasini qo'shib olsak 5.25.2y teng 6300 bilan buni bo'ladiganimiz 250. Bu degani bitta y da 250 ta ya'ni y biz 250 bo'ladi, x imiz 200 bo'ladi. Qanday olyapmiz x ligini? 200 ligini x teng bo'lardi 0.8y ga edi. 0.8 bu degani 250 ta 0.8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak nechani beradi? X beradi. 200 ta. Demak, hamma nukleotlardagi biz umumiy x nimaga teng, y nimaga tengligini topib oldik. Faqat hozir bu yerdagi x imiz mana bu tepadagi x dinga, y dinga, z dinga adashtirmaymiz. Pastdagi adenin timinlari belgilab bergan. Endi birinchisini topadigan bo'lsak, bizga aytayaptiki, 33 ta x, y, z dinga tarkib vodorod bog'lar soni qoida bor edi. Uchalasida vodorod bog' teng degan edi. X dingadagi holat quyidagicha edi mana. 1.6y, 1.6y, 3x ga 3x edi. Bundan kelib chiqadigan bo'lsa, mana quyidagi holat keladi. Endi y ni biz topdik. 250 ga x imiz 200 ga teng bo'ldi. Demak, 1.6 ni 2 ga ko'paytirib, 250 ga ko'paytirib, uni 2 ga ko'paytiramiz. Nimaga 2 ko'paytiramiz? Chunki adenin timin o'rtasidagi bog'larimiz soni 2 ta edi. Xo'p, 3 ta ko'paytiramiz 2y ga va uni yana 3 ga ko'paytiramiz. Nimaga? Guanin sitoz o'rtasidagi bog'lar 3 ga teng edi. Hammasini qo'shadigan bo'lsa 2600, uni 3 ga ko'paytiramiz, chunki qoidasi bor edi. Z dagi vodorod bog'lar soni, y dagi vodorod bog'lar soni va z dagi vodorod bog'lar soni hammasi teng edi. 3 ga ko'paysa 7800, demak 33 ga shu bo'ladi. Endi keyingisi 34 ni ko'radigan bo'lsak, x tenga 90 ta sitozin oqsil massasi necha teng deyapti? 30%dan. 90%dan bo'ladigan bo'lsa, x tengada bilamiz. Demak, bir shu holatda edi. Bular sonni chiqarib olamiz. 800 ta bo'ladi, bu 1200 ta bo'ladi. Ya'ni 1.6 250 ga ko'paytirib 2 ga ko'paytiramiz. Bu nimaga 2 ga ko'paytirilyapti? Adenin bilan timin. Xo'p, buni ham 2 ga ko'paytirilyapti. Guanin bilan demak sitozin. 1200 jami 2000 ta nukleotid bor. Endi 2000 ta nukleotiddan erinkaga o'tadigan bo'lsak, 1000 ta bo'ladi. Endi oqsil sintezda 90% ishtirok etgan 900 bo'ladi. 900 3 ga bo'ladi desa 300 bo'ladi. Uni 1200 ga ko'paytsa 36000 dalton bo'ladi. Demak 33 34 ga 36 bo'ladi. Endi y kiradigan bo'lsa, guanin timin ayirmasi nechaga teng deyapti? Y dagi guanin timin ayirmasi. Xo'p, y dinkani ko'radigan bo'lsak, mana tepada belgilagandek bitta adenin timin y ga, bular 2y, x shu holatda yozilgandi. Demak, mana bu holatda yoziladi. Biz bilamiz 200 ga 200 ligini. Demak, savolimiz aytayaptiki, guanin timin ayirmasi nechaga teng deyapti. Xo'p, y imiz 250 ligini aniqlasak, demak 250 2 ga ko'paytiramiz, 2 ta y bor, 250 bo'ladi. Unga 200 qo'shsak 700 bo'ladi. Demak, 700 ta guanin bilan sitozinga to'g'ri keladi. Xo'p. 700 minus 250 ta ayiradigan bo'lsa, o'shandan 700 ta bu guanin yoki sitozin olsak bo'ladi. 250 ta adenin yoki timin ayirsak, demak 450 ta bo'ladi. 35 ning javobi 450 bo'ladi.